mana tadbirkorda yuqorida aytganimizdek, endi tadbirkorni misolda ko'ryapmiz. Tadbirkorda ma'lum bir muammolarga yechim bor. Odamlarda esa muammo bor va pul bor. Tadbirkor o'sha muammolarga yechim beradida va ulardan pul oladi. Masalan, qanday tadbirkorliklar bo'lishi mumkin? Nima tadbirkorlik degani nimani tushunamiz? Masalan, sartaroshlik, qandaydir bir dizayner bo'lishi mumkin, freelancer, marketolog, mobilograf, shaxsiy brend bo'yicha mutaxassis, taksist, usta, masalan, video montajchi, dasturchi, o'qituvchi kabi, repetitor kabi kasblar bor. Shu kasblarni olgan odam qandaydir bir tadbirkorlik faoliyatini yuritadi, odamlarga foyda keltiradi. Shuni asnosida qandaydir bir daromad qiladi. Muammosi shundan iboratki, hamma ishni o'zi qiladi. Agar ishi to'xtab qolsa, daromad to'xtab qoladi. Endi buni misol tariqasida ko'rib chiqaylik tadbirkorni. Mana misol deylik, birinchi rasmga e'tibor qaratsangiz, bir sartaroshxona misolda ko'rib chiqamiz. Bir sartaroshxona bor. Bu sartaroshxonada bir nechta kreslolar bor. Bu sartaroshxonani bir biznesmen ochgan, sartaroshxona qilib. Uni qo'lida ishchilari bor. Ishchilardan bittasi misol deylik, mana birinchi odam shogird deylik. Shogird bo'lib keldi. Shu yerda shogirdlik qilib, sochlarni, soqollarni chiroyli qilib prichoska qilish asnosida ma'lum bir summada pul topadi. Bunday demak, shogirdni biz ishchi deylik. Biron bir ishxonada sartarosh yordamchisi sifatida, ishchi sifatida ishlaydi. Balkim pul oladi, balkim pul olmaydi. Yo'lkirasi, yeb ichishi, shunga o'xshagan joyda pul topadi. Katta pul bo'lmaydi odatda. Endi bu ishchi tadbirkorlikka aylantirish uchun faoliyatini o'zi misol deylik, biron bir joyni arendaga oladi. O'sha joyda kreslolar, remonti va hokazolarni amalga oshiradi, ma'lum bir mablag' sarflaydi va o'sha joyga o'tib oladida, o'zini brendi ostida, balkim brend qilishi mumkin, o'sha asosda faoliyatini yuritadi. O'zi ertalab keladi, do'konini ochadi, sartaroshxonasini. O'zini ma'lum bir mijozlari bor. O'sha ishchi bo'lib yurgan paytidagi mijozlar tanidi uni, unga o'rgandi. Sartaroshxonasini ochgandan keyin o'sha yerga odamlarni taklif qiladi, odamlar o'sha sartaroshxonasiga boradi. Endi avvalgi ishchi bo'lib ishlayotgan joydan ko'ra ko'proq daromad qilish imkoni bo'ladi. Ertalab vaqti keladi, kechgacha ishlashi mumkin bo'ladi. To'y va hokazo marosimlarda sochlarni yanada boshqacha bir turmaklar qilish mumkin bo'ladi. Yaxshigina pul topish imkoni paydo bo'ladi. Va faoliyatini yuritish jarayonida qaysidir bir odamlar unga shogirdlikka keladi. U o'sha sartaroshxonasini yonida, misol deylik, yana bitta kreslo qo'yib turib, ikkita, uchta joyga qarab turib, shogirdlarni tayyorlab, shu tadbirkorligini kengaytirish imkoni paydo bo'ladi. Endi uni kengaytirishga olib keladi. Bitta kreslo emas, ikkita, uchta kreslo bo'lishi. Tadbirkorlik kengayapti. Ana endi bildiki, bu joyda katta bir pul topish, 10 barobar kattaroq pul topish imkonsiz. Qanday qilamiz desa, ana endi uni biznesmen miya bilan, biznesmenlik asosida uni kengaytirish mumkin bo'ladi. Masalan, qanday bo'ladi desangiz agar, endi u bildiki, sartaroshxonadan ma'lum bir pul topish mumkin ekan. Juda ko'p mijozlar kelishni boshlayapti, tanishni boshlayapti. U tadbirkorligini biznesga aylantiradi. Balkim xuddi shunaqangi joylarni, kattaroq joylarni oladida, o'zi shogirdlarni yetishtirish asnosida, o'zi shogirdni yetishtirib chiqaradi. Ishongan shogirdlariga yangi joyni oladida, u yerda kreslolarni oladi. O'sha joyda shogirdlari bilan hamkorlik qilish asnosida ularga joylarni arendaga beradi. O'zi katta joyni arendaga oladi, remont qiladi va shogirdlarini u yerga joylashtiradi. Har bir nuqtasini administrator qo'yish asnosida boshqarishni boshlaydi. Yoki franshiza modeli bor. Biznesni kengaytirishda franshiza degan bir model bor. Shu franshiza modeli asosida brendini va tizimini odamlarga taklif qiladi. Kimki sartaroshxona ochmoqchi bo'lsa, mana bizni brendimiz ostida sartaroshxona ochsa, ma'lum bir muddatda foydasini topadi, ma'lum bir muddatda tezgina klientlar bazasiga ega bo'ladi va faoliyati rivojlanadi. Chunki bizda kuchli bir tizim bor degan ma'noda franshizani tezgina kengaytiradi. Shuni asnosida brendi taniladi. Franshizasini sotgani uchun alohida to'lov oladi. Bundan tashqari faoliyatini har o'sha franshizani sotib olgan odamlar har oy ma'lum bir to'lovlarni amalga oshiradi. Misol deylik, bizni bir mijozimiz Akmal degan bir yigit bizni o'qishlarimizga kelgan paytda aynan oddiy bir sartarosh bo'lib bir joyda ishlab turgan bir paytda
ya'ni bitta katta bir sartaroshxonada bitta kresloni arendaga olib 15 yil 20 yil mobaynida oddiy bir sartarosh bo'lib ishlab turgan bir paytda bizni o'qishlarimizga o'qigandan keyin u o'zini sartaroshxonasini ochdi. Ya'ni 2 oy mobaynida o'qish asnosida tezgina shuncha tajribasi bor, bilim bor, lekin qanaqa qilib sartaroshxonani tadbirkorlikka aylantirishni o'ylamagan. Keyin ochdida o'zini sartaroshxonasini bir nechta kreslalar qildi. Shogirdlarni e'lonlab berib qidirdi, ya'ni sartaroshlarni va sartaroshxonani ishga tushirdi. O'zi uchun alohida VIP zonasi bor, o'zini xizmatlari narxini oshirdi, shogirdlarni taklif qildi va birinchi tochkasini ishga tushirdi. Shuni asnosida avvalgidan ko'ra yaxshiroq daromad qilishni boshladi. O'qish kurslarini tashkil qildi, endi shogirdlarni o'zi yetishtiradigan bo'ldi. Buni asnosida hozir 4-tochkani yurityapti. Hozir 4 ta biznes bilan shug'ullanadi. Ya'ni shu sartaroshxona 4 ta filialga ochdi. 3 ta yo 4 ta filial. Har birida shogirdlari ishlaydi, har biridan daromad keladi. Pul oqimini tashkil qildi. Qaysidir nuqtalarda o'zi ishtirok etmasa ham pul keladi. Kelgan pullardan foydalangan holda boshqa bizneslarga investitsiya qildi. Yuqorida aytdik-ku, investor holatida. Ya'ni bu sartaroshlik uni ikigai hisoblanadi. O'zi yaxshi ko'radi bu sartaroshlikni. Maza qiladi shu ishdan. O'sha uchun bu sartaroshlikdan tashlab keta olmaydi. O'sha uchun VIP klientlarni oladi, qolgan klientlar bilan shogirdlar shug'ullanadi. Ham o'zi daromad, ya'ni ishlaydi, ham shogirdlari pul keltiradi, ham har bitta filial arenda pullarini keltiradi, ham shogirdlarga o'qitgani uchun, o'rgatgani uchun undan alohida daromad qiladi va bu daromadlarini boshqa bizneslarga pul tikkani evaziga boshqa bizneslar ham pul keltiradi. Bir oyda 25 ming, 30 ming dollarlik pul topadi. Oddiy sartaroshlikdan 500 dollar, 800 dollar oyga topadigan sartarosh 20 ming, 30 ming atrofida pul topayapti. Chisti pul topayapti. Mana shu tariqa biznes olib boriladi. Qarabsizki, tadbirkor biznesmenga, investorga aylanadi.